Akalar, kunda biz sariq gilos teryapmiz. Bu sariq gilos valovoy gilosga kombinatsiya qilingan holati, 5 yasharlik holati chaynatuvchi qiladi. Chaynatuvchi qilgan boshqa narsalar eksam bo'ladi. Qora gilos ham eksam bo'laveradi. Buni do'stlar biz urug'ini olamiz borib, mana. Bunday mazaqlaymiz. Urug'ini olib Giant Red, Germadorskiy, Sweet Arenaga payvand qilamiz. Kalibri biz 32-34 ko'rsatyapmiz. Bunda kalibr do'stlar juda yirik bo'ladi. Mevani kam soladi sariq giloslarga deganga yo'q. Ozon chaynatuvchi navlarga farqi yo'q, solaveradi. Kalibr jihatdan maksimum 10 tonlardan ham kuchli beradi. Sababi yer tanlamas. Bu O'zbekiston barcha hududida yaxshi bo'laveradi. Daraxtda eng muhimi qurimaydi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Ko'chatlarga zakaz berishlaring mumkin. Biz shunday qilib urug'ini olib ko'paytiramiz. Like bosishdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.